Ochil chash asrashdagi yaxshi hamrohingiz. Ochil organ miyi chash sopillari. Voy. Aka. Al. Ma Parizatchi xislatni Po'lat direktori bilan alishayotgan o'xshaydi deydi. Kim bilan? Po'lat bilan? Ha. Unda emas-da. Xislatmichi? Unda emas, debdi bo'lmasa. Hey. Ishqinglar egiz-pas xiyol qilmanglar, bo'ldi. Lekin tag'a, sen kunda xislatning telefon ko'tarib yurganini ko'mdingmi? Po'lat direktorchi hozir hammishni jipidan jinglisigacha xislatga doklad qildigan bo'lib ketdi. Tushda nima yeyma, kechda nima yeyma, qanday rangli kiyim kiyma degandek. Acaba bu aralashqanlik emasmi? To'g'ri ras. Eylat kuni oshxonada bor-ku. Xislat uningga bu oshxonaning pollari o'xshaydi. Buningdan keyin siz qarang kiyim kiying deb ketyapti. Rostchisi olishyapti-ya. Po'lat bilan. Hey, mumkin emas. Voy tag'a, hozir bog'u xislat o'ttas qopsa, Po'latning gapini qildi. Shundami? Hey ras. Bugunmichi choy tugmay turibla direktor telefon qilib uni chaqirib ketdi. Boya xislat qoppa qaytib keldi-ku. Kiram. Qizim, bu yoqqa chiqinglar paranglashayli. Ma'qul. Bekilan. Ma to'q kapıdan elana. Ay yo'q. Bayatın tamaq yegandim dada. Yegim yo'q. Biraz xap qilib qo'ydim ha. Yo'q. Shu ochiqlab keldi deganda ansirab qoldim. Direktor xap qilib qo'ymagandi ha? Voy tag'a, xab qo'yamdi, urush qalamdi bu chiqsi. Chiqsin yaqin tursa. Qalayimqa gap qilma, ha? Undaq nim bilan kim yaqinga? Men dedim-ku, bular chiqishamaydi da. Men bu gapni qildim-ku. Voy, u mening direktorim xolos. Net chiqdim dedim. Voyjon, bo'lsa sizlar gap qilg'ich bir uxlaya. Ana. Gap chiqqandi opa ana. Xabar qoldi. Og'zing juma. Ay, bo'ldi Parizat. Agar rostli shunday bo'lib qolsa, bu oilamiz uchun yaxshi bir ish. Shunday. Yil o'ris 30 yoshga kirib qoldi. To'yni qilsak yaxshi emasmi? Shundoq. Bo'ldilar. Mayliga qo'yib beraylik afkor. Ay, aka. Ay, bundaq ishni vaqo qara. Biz yordam qilsak bo'lmaydi deyman. Tag'a, opa, men qo'yib beraman, men kirib hozir o'zim o'xshayman bu ishni. Qarab turma. Ishda bo'larmi? O'z shunday qilsin. Xislat. Indab kirdim, chiqib ketdi. Sen bilan paranlashay deb kirdim shu. Paranlashqizak ish yo'q. Hay. Tag'amchu, sen nimsan shuni qo'llaydiga? Yushurmoqna bo'ldi. Bilma. Lekin uning bilan mening hech qanday ishim yo'q tursa, mushuna qilaversam men rost ranjib qolmayman-ku. Hay, sen hech bir qopib qolgandek ko'rinmaysan. Nimandaq? Hay, qara. 8 yilning oldidimi mushundoq bo'lib qolgansan. Hozir mashinaga o'xshash qolding. Shu chaqdimi hammasini muhabbatlashyapti degandi. Faqat o'zinglam undaq emas deb turganding. Uning uchun yashag'aningni hammamiz biladiq. Oxir qanday bo'ldi? Oxir yana ayirib ketib o'tding. Men shu hozir shundoq bo'lib qolmisin deb ansirayman. Qanday xo'pdimi, ha? Nimada konist tekralaysa deyman. Shu haqa, opamlar anglab qoldi. Men demakchi, qiziqishing bo'lsa yushurma. Aralashgan bo'lsang ching tut demakchi. Men unda qarsam uni pekli yaxshi ko'rib qolganda qilib tursa. Sen meni pek tushundiq o'xshamamsa, ha? Albatta,
Çünkü ben senden burun toy qilgan. Mush muhabbet jihatda senden tecrübelik. Ben senin hazır qandaq holatda ekanligingni obdan bilmem. Sen bek qaltis. Sen bek qaltis chumu. Shuning uchun o'qishdan voz kechib agdiga borganda. Hey, açağımmışlar qılamsan? Shuning uchun avval o'zingni boshqur. Boshqalarning ishini azarlash. To'ldadan bapamlarga qalaymiqa gap to'shibshimi? Uqdingmi? Baqama, ha? Chiqib ket. Vay iştenligine. Chiqib ket avvatma. Men seni chiqib ket avvatma. Nimda qildin ha u? Ne bo'ldi? Voy, voy. 니 뭐도 맞춰? Kapşı mı Gap qildi. Ne balam, tuzluk içi var ha. Oy bo'ldi qilandi. Ama pek açığım ketip bardı. Oy sen mi onun tenkilenmegendikin neymiş kılattın onun çişiği digin? Ama o çavayılmak min bozak olsa ben karab duramdı. Özəngdə mi başı? Opa! Ötüp ketken işini təgəb. Onun yarısıq tutsep neymiş kılattı? Ben yaxşı oğlum bilen diyen dursam. Şeylerim sıkıp sakıp getmiyor. Boldu. Bu yerler için ben sıkıp kız yemeğe geli. Ağrı doktor. Açtık yok ay. Boldu kılandı. Ha? Yaxşı öp gidiyor. Ay geldin mi balam? Ha. Riza, xislet bilen yana urushdingizmi? Qat urishmagansiz? Ucuvaynamak man uval qildi. Siz cho'ng bo'lgandikin uni yo'l qo'ysangiz bo'lmamda. Ben üçün açtaktı değil, boldu değil de. Boldu emdi balam. Boldu. Oldu qilma endi. Ben kızım. Uncha xafa ketmasangizmi bo'ladi bular. Tushundinglar da. Cho'p-cho'nqi urus qilmishamda. Ağzını cüme. Nervam değmey. Ey, Qaysar, menga sen chiqajik. Ma'qulacha chiqsam bo'ldi-ku. Gittin. O Parizatning gaplarini uncha ko'nglingizni qilib ketmang bulam. Dada keş küçük konuşlan tege verdik ya. Shu. Küçük olmuşsam ya. Shu. Endi u sizning endi Ben ya toyqunmayman demisem. Keş küçük yüzümge kirvelip. Endi kirib baqsun, qandaq qildi ekanman. baqira. Kichik valdak gap qildi ekansiz. Bolam siz aqlli qizg'u, ha deb qo'yib o'tkazib yotsangiz bo'ldi emasmi? Ma'qul. Bo'ldi dada sen mo chiqib armonag'in. Ben bir yağuz oturup birdim. Açığımda bir bismillah. Maqipimiz bo'ladi. Ochig'ingizni besib bilan. Achchig'i yomon qiz degan oq ko'ngil bo'ldi-da. Ha? Ma'qul, xo'sh qizim, xo'sh.
Dada ne varsa? Parvarni yana chiqib kiray. Ha. Parizat qandaqroq? Parizat uyiga ketdi. Xislatchi? Xislat birdam yolg'iz o'tirma dedi, asta yenib chiqdim. Bu ballarınıza. Sen mi bak ko'ngling g'ab ketma, ular da kichik. Keyin cho'ngib ish fuqidak bo'lganda hamon mush qilganlarga pushaymon qiladi. Davamlıq şundaq deydi ekansa. Kızın toyunu mu qilib bolduq? Xislat yeni kichikmi? Ular shu mening nazrimda yana kichik bola shu. Chiqmayman. Tag'a, Parizat acham qandaqroq ekan? Yaxshi bolam, yaxshi. Gap yo'q. Tag'a! Xislat bilan Parizatni urushib qolibdi deydi-ku. Xislatdan avval qandaqroq? Ay, cho'ng ish yo'q. Shu sendan men qalamdim deb bir-biriga gap bermayla topdi-ku bu ishni. Ha, hech qisi yo'q tag'a. To'g'ri tushunishib bo'ldi. Bir uy deganda ancha-muncha bundaq surkilishlar bo'lib qoldi emasmi? Qaraganda men mush bolallarimni toza yaxshi tarbiyalanmagan o'xshayman. Yo'q, unda demang. Sizda gunoh yo'q tag'a. Ha. Qaysar, sen ish topdi deydi-ku. Voy Mo'minka, gap endi ochtirni menga yetib keldimi? Hoş kisan şey tüyde. Adina işleydiği yerin qandaroq ki? Bir oshxona shu. Oshxona? Ha? Hey, oshxonada ishlaydigan ishing bo'lsa, menga desang, men bilan birga borib tomoq to'ysang bo'ldi-ku. Men sana o'xshash tomoq to'shmayman. Men degan do'kon mas'uli bo'ldim. Senma desang da, sen menga ishlayapsan? Ya qanday bo'lib seni do'kon mas'uli qildi ular? Shu qanday bo'lib do'kon mas'uli? Diplomlarini ko'rdi. Eng muhimi, qobiliyatini his qilib, men do'kon mas'uli qildi. Diplomni ko'rdi de. Voycan, ishlamay o'tsadigina, senli menga ishlaymaysan. Bo'ldilar. O'zinglar qaransinlarchi. Hey, o'tira bu yerda. Voy bo'ldi. Do'kon boshqaruvchi. Shu. Men chiqdim alay. Do'kon mas'uli. Bo'ldi Tony Ayer Jump. Qalğaç markalı sopun paraşütü vətən erkin çıxırılsın. Voy nimaning? Kirnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Men Dilkan Xalqaro so'z chekish shirkati tajdorligini olgan Ot orzusi filmidagi Po'lat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimidi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. İşte bu. Men buni eslab qoldim men. Ya xizmatdan boshqa. Xizmatdan boshqa ishni bilmaydigan mashina odamga bu. Qaysar aka, tog'amga nima ishga yolg'on gap qilsiz? Oldaysiz? Men sizga degan-ku, kutkuchi bo'g'limni uydagilar bilib qolsa bo'lmaydi deb. Boya aymoq bolani ko'rdingiz-ku, Mo'minkan qasdan gap so'raversa uning ustiga. Sizmi qiziqkansiz? Shundoq bo'lsa-mu, o'g'il bola bo'lgandan keyin yolg'on gap qilmasligingiz kerak-da. Shundoq bo'lsa-mu, o'g'il bola bo'lgandan keyin yolg'on gap qilmasligingiz kerak-da. Voy bo'ldi, uxlang-a. Xo'sh, men uxlayman. Voy oqsoqol, siqsqol.
qishlog'im yolg'on so'zlab. Mana aka. Tag'am, men yaxshi qilibsizlarmi? Voy, yaxshi balam, yaxshi. Seher quyosh nurini chashdi. Qaysarning bek qo'sqa ochdi. Shoir. Voy xo'jam. Qo'sug'ing oshmagan bo'lsa, kunda tushib uxlayding, ha? Yo'q, bugun ishlayman emasmi? Shuni bo'ldi qo'pqan. Ha, to'g'ri. Ammo, yan tuxum qo'rmisimi? Yemayman men. Voy podshoyi olam. Tuxum qo'rmisi yemisanglar-ku, men aytgan chayni ichcha. Rahmat. Ma'qul. Mushtishay. Men bilan ish. Çataklarına qamoq qilindi. Chapa? Dadam telefon qilib ekan. Bugun ish o'rnini ko'yib kelaman deydi. Yaxshi bo'pti-ku. Kas undan kitolmas. Hey, odam bu yer kelsa, yog'ochliq chinib qolsa yaxshilamda. Xo'p, bo'pti. Men nim degan, yolg'on qilmang, sen qilgantingiz ashundoq chinib qolsiz. Obdan bo'pti. Bo'ldi-ba. Siz men avval tepish bilan kelsam o'yin bo'ladi, ha? Vallahi da bakayım. Dükkan nasıl de? Ben dadam uçlarda yalan gap qo'ygan emasman. Sizlar men dadamning oldida mas'ul personal bo'ldi. Sen dükkan meselesi? Ya dadamning oldida shunda. Lekin dadam uzoq turmaydi. Ben ko'rib qolmaydi. Tamam. Hem sen keş qaçlardan jandan chiqsa, birat ko'rishdi-ba. Ma'qul. Biratlikcha qoshlarimizni qon tushib qaytadi. Lekin men o'qda mas'ul bermajma. Adam ishtiqan. Hem sabah chiqishlar. Adam hozir ketdi. Ulan? Ha. Shikirma bir turibsan o. Ha, şunmu emasmi? Ha, shu. Yarashdimi? Ha, mushashqan shu. Men boshqa qayga. Kirib kelib qoldim, ha. Başla. İşlet ketdi qoldiramiz. Ama bulandiki. Dika. Yomon emas. Seni muhit yaxshi. Qarab turmay, dadam chay keldi. Bula, bak qiynoq qilma, ha. Ha, bo'ldi, chay ekanmisan bo'ldi. Chiqdi yo'q. Ha, yo'q. Hey, Rana ko'rinmaydi, Rana. Rana'nın dersi var ki şuna sen qarab qolma ketib qoldi. Ha. Dadam nima yesa, tamoq yeb bersin. Yo'q, tamoq yemayman. Niyada bir xaridorim bor-ku. Shuni olib ko'rishgach, seni ko'rib ketay deb qoldim. Qiziq bo'ldi. Bas bir narsa yesa. Bo'ldi. Men moy. Bo'ldi. Faraz. Kechda baldiroq kelasiz, ha? Kechda qochlarni, yo'q, qochliq tomoqlarni hisob o'tkazib olish bor emasmi? Men shuni qilib qo'yib boray. Tak instrumentlar, ha? Men qilsam bu ishlarni kim qildi? Ey, xalq sana ishini topshirgandan keyin uxlab yurmay ravus qil, ha? Meni bilsam qanday ishlayman men. Atjamda. Seni bilma, shuni deyapman. Ha? Ma'qul da. Nomsa? Hamsa kesh ko'rishak, ha? Ya, men ma'qul emas, ha? Kesh qolsam instrument. Ha, bo'ldi. Ma'qul, ketdim. Yo'lda o'ylab mang'injimi? Xo'sh. Xislat, kelib tomoq yem. Yo'q, bo'ldi, yegim yo'q. Voy, kelib o'tir, ha? Tamam oldu mu? Nimancha tuzluq kundan kunga tuzluq yeydigan bo'lib oldi. Tuzni jiqyap og'rib qolsin demsiz ya bizni.
Vay aka, nerede tuzluk? Vay, bir obdan turupla adamdan putak tapı dikensen bu. Ağa, bir iş kapıp kaldınız mı yoki akşam kış kapıp yüremsiz? Kapıp kaldım. Balları uruşup kalsa çoğunlar gelip buluşup qara. Bu xislatni xato qildi deysa, xislat nani xato qildi? Ha? Qo'l ichiga egildig'in rostkan-da. Sen mushunda qilsan qanday bo'ladi ukam? Vay aka, men her ikisini hata qildi dedim. Şu xislat bekerek aşırıp etti. Bu xislat nani oshirib etdi? Buning tishiq tekkini u Parizat tursa oldida. Oy aka. Ay, ne Parizat ne onda qildi? Şu xislat aşırıp. Opa. Bo'ldi qilasan. Ya sizim to'l gap qilma qizim. Men sang'il yo'l qo'yib kelyapman. Yo'l qo'ygan sira sen meni qapoqlash bir odam hechmini o'qimaydigan odam deb o'ylab qolgan o'xshaysan. Sen cho'nglarni hurmatlashni bilamsan, bilmamsan? Aka, sen bilmençi aram bir yaşlı fark qilimiz-chimi? Cho'ng kichik deb ketishning hojati yo'qdi. Ha, men qirib ketdim. Qallam ishlamaydi shundami? Ha? Men ne undaq dedim. Voy. Ha, men qirib Ikkimiz ketdim. ham qiyirdik devatdim. Opa, taqa bo'ldiqlinglarcha urushmanglarcha bo'ldi. Dada bo'ldi, bunchoda vaqirash ketam. Ha, vallahi urushib qilib cho'nglarni urush qilib qo'ydingmi? Gap qilishmana bo'ldi. Mening musavir qacham to'shdi. Mana parvar sang deydigan gapim bor. Voy nega? Ma uyga. Voy kirsam kirdim. Voy qo'ng'irgan yerim bordi. Voy ishte mana. Qana qilamiz? Tag'am urush qolgan bo'ldi. Ota. Urush yoshga kirib turib, balosi kirib, balon bo'lishyapsiz sen. Voy sen sen kimga bo'lishibdimi ha? Voy sen balonni bo'lashdi. Kirib qoldik ya, Shakespeare urushib ketdi. Biz kirsak, achchig'inib qoladi. Bo'ldi kirmaylik. Men alko'ngilni qildimmi? Ajab achchig'imni keltirdingmi sen? Siz shunday qilg'achqa tag'am qopib qoldi mana. Voy sizmi bilsiz achchig'im kes ko'zim hech kim ko'rmaydiganni. Shuni siz xislatni kechirim so'rashingiz kerak. Voy men xato qildimmi? Men kechirim so'ramdim. Hayatning o'zi bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot cheksiz tanlashlar jamgoyi.